Qo'llayam yo'q, bir gap otib nomerini olib boshini aylantirgan. O, ana. Katta ko'chaga yetib olsam bo'ladimi? Bu ganda qanday? O'tiring. Assalomu alaykum. O'tirsangiz bo'lardi. Katta ko'chaga emas, katta hayotga olib ketardi. Jonim. Katta hayot shart emas, katta ko'chamiz yetadi. Siz men kira qilib yurganimga qaramang. Ko'chada 2-3 bizneslarim bor. Westminsterda o'qiyman. Balki ko'p yechamiz. Yo'q, rahmat. Sevgan qizim bor. Shu tutishib qolib. Qanaqa rahmat? Rahmatdan 5000 baqlat. Qani pulchi o'zingcha yaxshi yigit. Hozirdan 4 ta shtraf ketdi-ya. Bir emas 4 ta. Qanday to'laysan buni? To'ychoyu. Boshqa taksiga keta qolaylik. Yo'q, uyga kech qolman. O'tiringlar, borib qo'yaman. Yo'lga qarab ketavering. Yo'lni sizni ko'zlaringizda ko'raman, Toycho. Hali yurmadik-ku, suv olasizlar. Ha, bo'ldi. Sina, bitta gap aytaymi? Boyadan beri gapirgis kelyapti, gapiring. Sina, bu bola Alfons meni 4 yil sog'ib tashlab ketdi. Siz ham o'zingizni qutqaring. Voy, rostdan. Rahmat opajon, mushuk ayol ekansiz. Jonim suv yo'q, qizam yo'q. Qani? Baribir meniki bo'lasiz, jonim. Ha, o'g'lim. Bugun kuningiz qalayapti? Dars qalay bo'ldi? Yaxshimi? Yaxshi. Faqat o'rtalarim bilan urushib qoldim-da. Asalim, nima bo'ldi? Nima bo'ldi, Asalim? Bugun otalar majlisi bo'ldi. Mana dadasi keldi, bitta men dadam kelmadi. O'rtalarim ustimdan kuldi. Nega men dadam yo'q-ya? Bolam. Ana sanading. Astag'firulloh. Men siz Cobalt turganingizga Cobalt to'xtatmayotgandim. Nega yangi mashina oldingiz? Toycho. Dadajon,